Urgut filiali Pedagogika va tillarni o'qitish fakulteti 4-bosqich talabasi Bahodirova Kamola. Bugun sizlar bilan ko'rib chiqadigan mavzuyimiz tarbiya fani o'qitishda treninglar. Tarbiya fani o'qitishda treninglar asosida faoliyatni tashkil etish zamonaviy ta'lim tizimining muhim qismidir. Treninglarning ahamiyati: faol o'rganish. Talabalar nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Hamkorlik. Guruh ishlarida o'zaro muloqot va hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Maqsadga yo'nalganlik. Aniq vazifalar orqali o'quv maqsadlariga samarali erishadilar. Trening turlari: interaktiv treninglar, rol o'ynash mashqlari, guruh muhokamalari, amaliy topshiriqlar, o'yin elementlari. Psixologik treninglar: shaxsiy rivojlanish, muloqot ko'nikmalari, emotsional intellekt, stressni boshqarish. Treningni tashkil etish bosqichlari: rejalashtirish, maqsadlarni belgilash va dastur tuzish, taqdimot, nazariy materiallarni yoritish va tushuntirish, amaliyot, mashqlar va topshiriqlarni bajarish, baholash, natijalarni tahlil qilish va fikr-mulohazalar. O'qituvchining roli: yo'lboshchi. O'qituvchi talabalarni to'g'ri yo'nalishda boshqaradi va qo'llab-quvvatlaydi. Fasilitator guruh jarayonlarini osonlashtiradi va ishtirokchilar o'rtasida muloqotni ta'minlaydi. Motivator talabalarni faol ishtirok etishga va yangi bilimlarni egallashga undaydi. Samarali trening usullari: brainstorming, ijodiy fikrlarni erkin ifodalash va yangi g'oyalar yaratish. Case study, real hayotiy vaziyatlarni tahlil qilish va yechim topish. Simulyatsiya, haqiqiy vaziyatlarni modellashtirish va tajriba orttirish. Refleksiya, o'z faoliyatini tahlil qilish va xulosalar chiqarish. Treninglarning afzalliklari: faol ishtirok. Talabalarning darsda faol ishtirok etish darajasi oshadi. Bilimni eslab qolish: amaliy mashqlar orqali bilim uzoq muddatga saqlanadi. Motivatsiya: o'quvchilarning o'rganishga bo'lgan qiziqishlari ortadi. Qiyinchiliklar va yechimlar: uchraydigan muammolar: vaqt yetishmasligi, resurslar tanqisligi, talabalarning passivligi, guruh dinamikasi muammolari. Tavsiya etiladigan yechimlar: yaxshi rejalashtirish, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, qiziqarli topshiriqlar yaratish, moslashuvchan yondashuv. Baholash mezonlari: birinchisi, bilim darajasi, nazariy materiallarni tushunish va eslab qolish qobiliyati. Ikkinchisi, amaliy ko'nikmalar, o'rganilgan bilimlarni amalda qo'llash malakasi. Uchinchisi, faollik darajasi, trening jarayonida ishtirok etish va qiziqish ko'rsatish. To'rtinchisi, shaxsiy o'sish, muloqot, hamkorlik va boshqa ijtimoiy ko'nikmalarning rivojlanishi. Kelajak treninglarda: tarbiya fani o'qitishda treninglar asosida faoliyat tashkil etish zamonaviy ta'limning ajralmas qismidir. Bu yondashuv talabalarning bilim, ko'nikma va shaxsiy fazilatlarini kompleks rivojlantirishga yordam beradi. Innovatsion yondashuv: zamonaviy usullar va texnologiyalardan foydalanish, doimiy takomillashtirish, o'qituvchilarning malakasini oshirish va yangi usullarni o'rganish. Samarali natijalar: talabalarning har tomonlama rivojlanishiga erishish.